Assalomu alaykum, qadrli futbol ahli. Ikki muchal bo'ldi orzu kuniga. 24 yilki armon sizadi, o'zbek futbolining otaxoniga chempionlik nasib, ko'ngil sezadi. Qizilqum keladi taraflar bilan. Bugun hujumlarga bergaymu bardosh, qalqoni yechilmas Botir Alidan Jamshidning ko'zida qolgan dardli yosh. Farg'ona otasi o'zbek futbolin bugun burkanmishdir bayram tusiga. Shunda yozilgandir ilhomiy hujum, gol so'zi qofiya futbol so'ziga. Taqvim tuzilganda tur bahsi edi. Ko'ring endi sharaf quchgan quyunni. Sport kanalida ko'ramiz endi finalga aylangan katta o'yinni. Demak, Neftchi jamoasidan boshlayman. Darvozada birinchi raqamda Botir Ali Ergashev, himoyachilar. Endi mehmonlar Qizilqum. Sanjar Quvvatov darvozada birinchi raqam ostida o'ynaydi. O'yin boshlanib ketdi do'stlar. O'ng tomonimizda Qizilqum, ko'k libosda sariq. Vitaliy Levchenko unda ham hayajon bo'lganligi aniq. Men shuni kutayotgandim, ba'zan bo'ladi-yu bir jamoa variant topa olmadi Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Mana endi to'p yetkazilmoqda. Alisher Odilov o'tyapti, jarima maydonchasiga yaqinlashyapti. Alisher Odilov to'pni o'zi saqlab turibdi, ichkariga cross, xavfli vaziyat, zarbaga yetib bormadi. Qizilqum vakillari to'pni qaytarishdi, lekin to'laligicha emas. Bilolxon Toshmirzayev endi o'yin qanot orqali hujumni rivojlantirib ichkariga boshladi Farg'ona, boshladi Neftchi. 77-raqamda o'ynayotgan Bilolxondan aytishim mumkinki, Toni Kroos darajasidagi pas bo'ldi. Tezkor gol kirityapti Neftchi. Alisher Odilov gol muallifi. Futbolchi golga aylantirishi bu Marcelo Bielsani ham ko'zini quvnatadigan holat. Mana bu uzatmaga qarang, o'lchab, chizib, bilmadim, sirkullari bilan to'g'rilab amalga oshirib berdi va eng yaxshi tomosha qilgan futbolchi bu yerda Ilhomjon Vahobov bo'ldi, 4-raqam. Uning oldidan to'p ko'z o'ngidan o'tib ketdi. Biroz ortga chekindi Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Jarima maydonchasi tomon navbatdagi pas. Marushich zarba yo'lladi. Zoran, lekin darvozabon to'pni egallab olyapti. Qizilqum hujumda xavfli yaxshi kelib borish G'ofurov sal qoldi o'z darvozasiga to'pni joylab qo'yishiga. Variant izlayapti. Boyan Tigirni topdi. Pas beradi, birga bir, ketdi. Endi nima bo'lar? Marushichdan aqlli uzatma, Alisher Odilovdan dubl va raqamlaridagi gollarini qayd etib qo'yapti. Yoki o'sha mana hujumni shu yerda hal qilishda, ofsayd yo'q, uzatma ideal, zarba ham mukammal. Darvozabon o'tirib tomosha qildi. Marushichdan aqlli uzatma, zarba ham zo'r chiqdi. Hisob 2-0. Yo'liga to'g'rilab berdi. Darvozabon ham yaqin burchakni yopib bo'lgan edi. Hammasi shu Neftchida urganda. Iskandarov ichkariga zarba va yana Zoran Marushich zarba yo'lladi. Bu safar o'sha gol burib yubordi hammasini. Birinchi taymning yarmidan o'tdik. Yana Alisher Odilov zo'r o'ynayapti bugun. Benefisiga aylanib ketyapti Odilovni. Biroz orqaroqqa pas. Jamshid o'zi tepishi ham mumkin nuqtada. O'xshamadi. Ozgina bo'shashadigan bo'lsa, nimadir bo'lishi mumkin. Shuning uchun Levchenkoga ko'p narsa bog'liq futbolchilarga. Hozircha 2-0 Neftchidan birinchi bo'limda aytish mumkinki chempioncha harakatlar. Hozircha Alisher Odilovda dubl. Uchrashuv ikkinchi taymi boshlandi. Oldinda bizni qiziqarli ketishi kutilayotgan 45 daqiqalik kutib turibdi. Pas bo'lib qoldi. Kutilmaganda va o'ng tomondan uzatma bo'ladi va bu yerda bosh bilan gol bo'lishi mumkin edi darvozabon joyida. Foydalana olmadi Zoran. Shuning uchun bo'lsa kerak. Juda qiyin bo'ladi mana bu nuqta va uzr so'rayotgan bo'lsa ham, lekin gol uryapti. Hisob o'yinga intriga beryapti. Har bir epizodga qaratib o'ynaydi va bu qo'shimcha bosim beradi. Boya o'sha choyni damlab ekran qarshisiga o'tirgan Paxtakor muxlislari hali ketib qolishmagan bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qilib qo'yishingiz mumkin. Yoqishdi ular. Yoqishdi televizorlari. Neftchi futbolchilari ham to'pni to'xtatib berishdi va Yo'ldoshev ajoyib pas.
Alisher uzatma pas yomon chiqmadi. To'p o'tdi va juda ham xotirjam. teginmaydigan assist bo'ldi. Bitta ko'rib qo'yamiz shu joydagi kurash, to'p chiqib ketmagan edi. Oxirgacha Ibrohim Halil Yo'ldoshevning o'ynashi bugun o'yin masalasini hal qilyapti deb bemalol ayta olamiz. Alisher Oddilovdan pas. Offside yo'q ekan. Chunki bu qo'lga to'p tegdi degan ma'noda e'tiroz bildirdi Qizil futbolchilari. Iskandarov esa juda ham xotirjam tarzda to'pni to'xtatdi. Meni tegmagan. Qo'liga tegmagan. Boyaga hali qizil yoki sariq bo'ldi-ku. Mana bu yaqinroqni namoyish berishlari kerak. Hop. Bu baribir stop kadr kerak ekan. Va muxlislarni faollikka chorladi. Roziyev ichkariga pas, jarima chiqishdan zarba yo'llanishi ham mumkin edi. Odilov yo'llaydi zarba. Alisher Odilovdan zarba. Tugarda o'yin. Hamma qarsak chalayotganidan ham tushundingiz. Va to'g'ri qilyapti deb o'ylayapman. Shunaqa olqishlar ostida chiqib ketishiga. Maydonga tushgandan keyin o'yinni haligi cho'g'ini o'chirish bo'yicha Neftchi master klass o'tyapti va hozir hisob o'zgarishi mumkin va hammasi tugaydi. Alda gol ur va tugadi. Kim urish kerak edi golni? O'yindagi eng faol futbolchilardan biri Ibrohim Halil Yo'ldoshev gol urdi. Hukmronligi Paxtakor bilan kechayotgan kurashlari ostida futbolga shu sohaga kirib kelgan edim. Va yillar o'tdi, og'ir yillar bo'ldi, ligadan tushib ketishlar bo'ldi, Sarkisyanni sog'ingan damlari bo'ldi, lekin ashaddiy muxlislar uni tushmagan ekan. Haligi uzoq yillardan keyin pianist shunda qaytib kelib, pianinasida qanday chalib ketsa, muxlislikni ham shunday uddalab ketishdi va mana bu fenomenal gol uchrashuvga mantiqiy yakun yasayapti. Ibrohim Halil Yo'ldoshev hozircha Temurbek To'xtasinov final hushtagining chalgani yo'q. Bo'ldi. Chalindi chempionga. Neftchi uzoq kutilgan chempionlikka erishyapti. 24 yil kutdi bu chempionlikni farg'onalik muxlislar. 24 yil bitta avlod yetildi. Bitta avlod futbolchilari aynan mana shu so'nggi chempionlik qo'lga kiritilgan yilda tavallud topgan futbolchilar gol kirityapti. Hozir aniqki ko'zda yosh bilan qarshi olayotgan muxlislar ham yetarlicha katta mavsum. Katta mavsum. Jahon chempionatiga chiqqan yilimizga to'g'riladi Neftchi o'zining qaytishini. Neftchi chempion.